Zaman gündən-gündən rivojlanıb borayotir. Haqiqatdan ham qaranglar, bir vaqtlarda biza kilit olib berardik. Bir qism 1 kilo kilit olib beradigan bo'ldik. Hozir kilitlarimiz zamonaviy bo'lib ketgan. Hurmatli bizlarni kuzatuvchilar. Avvalambor assalomu alaykum, bizlar ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib kuzatib o'tirgan qadrdan do'stlar, Shava City kanalimizning eng ashaddiy qadrdan insonlar, hammangizga kattaga rahmat. Boringizga shukr, bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan insonlar, hammangizga ko'rgandan quvonchimiz cheksiz. Yana bugun sizlarni bizga talablaringizga binoan Shava City domlarimizga barakat uylarına gerek. Barakat uylarında eng barakatli yerlarni ko'ramiz. Qaranglar, bir qo'lda pasport, bir qo'lda kilit. Pasport bilan kilit ikisini razmeri bir. Endi men pasportni ko'rsatishimdan sabab o'rtoqlar, pasportimizda atiga 5-qavatdan 2 gana joyimiz qoldi. 2 gana joydan keyin bir gana pasport evaziga joy olib bo'lmaydi. Oldindan 20% to'lov bor. Agar shu 2 dana joyimizda ulgurib qolgan insonlar tezroq kelsangizlar, aynan shu joy sizniki bo'ladi. Kelasiz, pasportni tashlaysiz, kilit olasizlar, sho'ra kelib yashaysiz. Hech qanday muammo yo'q. Kelganingizdan keyin hujjati, svet, gaz hamma narsasi o'z o'rnida rasmiylashtirilgan, hammasi dokumentalni. Dumon bizlarning gapimizga ishonmanglar, ganglar ko'zingiz bilan ko'ringlar, qo'lingiz bilan o'shanglar va albatta o'zingizlar ishonch hosil qilinglar. Shava City domlarimizda barakat uylari sizlar uchun kecha kunduz xizmat etadi. Uyimizni eng birinchi uchutda uyni sifatini e'tibor beringlar. Qo'lingizda o'zingiz addini mix bilan to'kshakkandan shu to'kish bilan mixni qoqib ko'ringlar, keyin guvohi bo'lasizlar. Endi qaranglar o'rtoqlar, pasportni gaplashdik axir. Pasportni siyosat qo'yamiz endi bu yanada. Qarang, qo'limizda kilit. Kilit bilan bu yanni ochamiz. Diqqat bilan e'tibor bering, neyna. Ketdik. Yana gördingizmi? Joy ochildi. Bu degani shahar bedarvoza emas degani. Bu yerga kelgan insonlar o'zi bilan o'zi girib ketib, o'zi bilan chiqib beradi degan yeri yo'q. Endi qaranglar, yana bir gap. Joyimizda aynan barakat uylari kamera bilan qo'riqlash xizmatlarini ulangan, hammalar kamera o'rnatilgan, bolalar o'yingohidan ham kamera o'rnatilgan, har bir podyezdda kamera o'rnatilgan va domning oldidan kamera o'rnatilgan. Bu yerga kelgan har bir shaxs, har bir fuqaroni o'zina kamera telefonini o'rnatib beriladi. Kelganingizdan keyin bemalol o'zingiz deshanda bolangiz o'ynaversa, chanda o'tirasa, telefon orqali ko'raverasiz, kuzatib turasiz. Endi biza barakat uylarida toza domimiz, orada umuman kvartira qolgani yo'q. Bu yerda toza domimizda atiga yuqorida 2 gana qoldi, 2 gana kvartira qoldi. Bir gana pasport evaziga. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatimizdan bor. Bu oldindan 20% to'lanadi. To'lanmasdan kelgan bo'lsak, menga gap turgan eng katta savollar bo'lib turibdi. Qani bobom rat Shava City domlaridan oldindan necha so'm pul to'laymiz ekan degan savollar kelib turibdi. Endi qarang azizlar, hurmatli qadrdan hurmatli meni kuzatuvchilarim, bu yerda barakat uylarida Sevaraxon bor sotuv bo'limining menejeri Sevaraxon bor. Sevaraxonning telefon raqamlarini qo'yamiz. Shu ekranda telefon raqamlari bog'lanasizlar. 24/7 sizlarga batafsil ma'lumot beradi. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi dedi. Kelinglar, alda joyingizni ko'ringlar, joyning sifatini qaranglar, keyin o'zingiz baho beringlar. Ketdik, toza domni chantavollar bilan danishamiz. Ketdik. Roma akam hozir mikrofonni hozir taqdim. Shu yerda Roma akam havolarimiz bor. Bu barakat uylarida shu stroyga bo'yicha, qurilish bo'yicha batafsil javob beradigan inson Roma akamiz bor. Endi qattiq ko'rishaveradi. Bizdan uch ko'tagilardan bo'lamizlar. Sağ olun. Keyfiyetler akşam. Hava sağına. Yazda her bir iş sazoluşuga aytib, ish rastladi. Hurmatli men kuzatuvchilarim, qaranglar, yana Roma akam bilan birga hozir Roma akamni ko'rganimiz ham yaxshi bo'ldi. Sababi Roma akam bu yerda qolganmiz. Sizlarga ma'lumotni o'zi tushuntiradi. Bizlar yuqorida men sizlarga aytib o'tdim, 2 gana kvartira qoldirdim. Bu degani, qarang, yana diqqat bilan bera qaranglar. Bu ilik. Sababi bu sotilgan. Hozir bizlar bu yerda 13-chi 14-chi. Hay? 14. 13-14 day. 13-chi, 14-chi kvartiramiz qolgan. Qolganlar kvartiramiz yana ochiq turadi. Sababi buni egasi hozirlikcha biza. Roma aka, bir qiziqib turgan savol bor. Aynan men o'zimni ish verish haqida ma'lumot bersangiz. Bu invertlar otiladi. Bu so'nish materialiki. So'nishli material. Bu yuqorida odamlar nag'bat bak suv turadi. Shuniki. Mesela gerek temperatura düzük koyasınız. Mesela 50 grad, 60 grad düzük koyasınız. Şunlarla kızdırmıyordu. Dolayısıyla o şişede özünde karakterden hususiyeti bu. Karakter evezeden kuyaşın bu içindeki şişeke kuyaş götürmüyordu. Kızdırmıyor bunlarla. Aşı putu parçası düzük koyardı. Şimdi kaladı bu. 3 tanesi de patates ekmek. 600 litre. 600 litre mesela bir ana 200 litre, bir ana 200 litre, ama 200 litre koyardı. Şimdi o karakter pergama vakti 200 litre bunlar tadı bu. Bu inverter
Quyosh sistemadaki. Quyoshdan zarar alıp başka da onu aşınacak. Bu avtomat. Ama avtomatla. Uçuchlik. Uçuşlar var. Agar mabodo bir yerga ketsak bo'lsa, uçuşdan Havo. ketaveradi, Havo. ketgan vaqtda xavfsiz bo'ladi. Hava. O'zingizni va oilangizni o'zingiz asrang. Uzun koyulğandan ya gördük ama orada mesela öteki zaman gösterdim. Uzo. Mesela bize bal ayağına o çuğan taşıyorduk o. Çuğanın vaktinde uzo taşıdı bir cüşette. Sezgi adam neyse. Kol değilse zamkanesi taşıdı. İşte bu yangınlı şu yanlarını elini alışın bu mesele. Şu işler dilini bacancısına göz tuttu. Mana bu da Bu işin mesela bir tanesi o şey ikisindeki. ikkisiniki. Ama bundan mesela esas tok çıkan, bundan İngilizce'den getiren tok, aslında ünlülerden ikisi. Endi qarang, meni o'zimdagi va hali bizning xalqimizga kerak bo'lib qoladi. Meni barchaga savolim. Yana masalchi men kvartira oldim. Bizni farzandli bo'ldi. Menda 3 oylik bola bor. Bu joyni qizish narsa nish bo'ladi o'sha o'rinda? Kızış nesi, общий котелку bir de. Yo, o'sha qator, xo'p. Lekin o'zini addini issiz kerak-ku. Mesela kichkina bola istalabada kichkina. Şimdi kalan ya, bizde koyulgan şu nesile, kakras mesela bu şey. Bunda ya. Bunda bu ya. Hava. Gerek mesela neyse düzük koyarsınız. Hava. Mesela temperatura, ışından başkalar yani. Bu bir şeydi. Keyin bunu pon aç koyarsan, hananı. Hana koyduğun vakti yani uğul kranı atıldan santim diye köpsülerdi. Uğul kranı düzük koyarsınız. Gerek temperatura, hava. Özünden. Hava. Gerek temperatura düzük koyarsınız. Gerek temperaturani shundan talab etib Hava. qo'yaverasiz. Bir kranı kızdırıp bir kranı soğutup Hava. koyuyorsun. Sanaga addini pechga qo'ymoq deyish kerak. Yok. Mesela işin ağzıya register. Şurada Google Kran koyuladı buna. Hava. Mesela bu aynı bu mesela. Bu çıkıp kısmak gerekli birini. Google Kran koyulgan. Sen ilk koyarsınız. Su basan adamın içinde. Şunu hesabına ayağından gelip duran iç su sen pesayetden şu hesabına temperatura pesayet lazım. Tushundim. Endi yana tushundim deydi bu. Allah. Yana o'rtoqlar, aynan bu kvartiralar sizlarni qarab turibdi. Bu Sovizel bu yerga girdi. Bu yerda yana hamisha aytadi onamizning kuxnyada ish ahvolina, trubalarni ko'rdingizlar, uni hech qanday mendan katta egasini yetirgan yerlari yo'q. Mukammallarcha bir katta bir kuch ishlatilibdi, bunchalik kuch ishlatilibdi, bunchalik mehnat turibdi bu yerda. Diyor-piyorlarni umuman gap bo'lish mumkin emas. Bu kuxnya. Bir necha kvadrat metrda? Bu 54 56 maşın değil. Shunda 54-56 da deyiz, shunda 55 kvadrat desak bo'ladi. 56. Bir zal. Yana bağırlar buradan geldi mi? Ben dedi donlu halanma onun da geldi. Ne için mi ettim? Konuşunun sesi işleri böyle dedi. Aynısı dedi. Bana 5'ten gerek ama ya dedi. Ondan ben de gerek dedi. Ne için mi ettim? Erten konuşun sesi işlenmesin bana ağırlı dedi. Ese şu duruz mu ettim? Mevkula çıkamam ettim az dedim. Yanında bazı ettim spitsalini. Çıktığımdan böçüdüm. Böçüştüm. Ya bala patladı mesela. Yürüyüp verdim. Geçtim pese. Neçə ettim aytdım. Ağda işledin mi aytdım? Yok dedi. Yürümedim dedim. Aytdım ben şu spitsalini balana gittim seni aytdım. İşte bu görsün dedim. Endi o Cumani imandan ayrı degan yer var da. Hava. Şunun için aytdım spitsalini balana gittim aytdım. Görüş için dedim. Ben de kalmadım tek taraf. Yok bir anda ben doğum umuman kalmadı yok. Ben satılıp oldu. Hava. Men nechalar aytdim, 4-5 qavatda birgina pasport evaziga deb necha marta aytdik, lekin endi ko'pchilik insonlar haqiqatan ulgurib bilmagan insonlar. Do'st aytganda Alloh taolo guvoh, yolg'on gap gaplab turganim yo'q. Necha insonlar menga o'zimga telefon qiladilar. Telefon qilib tashlavasingiz, donlarim nega spot tutdi, nisha tutdi dedilar. O'rtoqlar, men bu yerda sotuv menejeridan emas, bizlar reklamchimiz. Geramizdan reklama qilamiz, bizlar shu joy haqida biz ma'lumot olamiz, shu yerda yana Rom akamdan, Sevaraxondan ma'lumot olamiz, shu ma'lumotni biz sizlarga yetiramiz. Biz sizlarga yetirgan yerimizda endi bize to'shni bularni o'zlarini aytganini aytib olmaymiz u. Shuning uchun kelsangizlar, kelgandagi o'zingiz batafsil donishasiz, shu joyni o'zingiz egasi bo'lasiz. Bu joyni olish majburiy emas, ixtiyoriy ravishda birgina pasport evaziga. Keyin aytdilar, ne dedi? Nega dedi? Aytdi, joylar dedi qimmat ekan-ku dedi. Endi o'ylang-da, hurmatli kuzatuvchilar, to'g'ri, sizning gapingiz to'g'ri. Siz gapingizni g'iybat ekan to'g'ri.
siz oldindan joyga 1 so'm pul bermaysiz. Joyni adınıza o'tirib berajak. Bu joyni aytilgan ipoteka bank orqali 17% dan shartnoma asosida to'laysiz 20 yil degan. Hozir siz bir narsani o'ylang. Kredit masalasida ko'p odamlar kreditdan qo'rqadilar Romaga. Kreditdan foydalanib bilish kerak bo'ladi. Siz bultir bir xalta uningiz necha so'm edi? Bir yil bir xalta uningiz necha so'm? Bultir 1 kilo go'shtingiz necha so'm edi? Bir yil 1 kilo go'shtingiz necha so'm? Va bultir olib turgan oylik maoshingiz necha so'm edi? Endi hozir olib turgan oylik maoshingiz, oyligingiz necha so'm xaltinlarga vaqtida? Bu oylik degan narsa muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan ina oyligimiz do'rsatkada kutilib turibdi. Ina 1 sentyabrda Xudo xolasa nasib etsa, yana kutiladi dedi. Lekin buni siz olgan kreditda bu shartnoma o'z kuchida qoladi. Bu ko'paymaydi. Siz shu to'lagan summangizdan to'laysiz. Agar mabodo oldindan hozir pulingiz bo'ladigan bo'lsa, oldindan siz 60 million berasizmi, 100 million berasizmi, sizni qolgan pulingizga chiqarib beradi u kreditni. 17% dan. Yana nima deydi? Biz o'zlarimiz kredit olibmiz-ku 29%. Doğrusa egarda 29-49% dan ham kredit olibmiz. Arzimaga vajda uchun kredit olamiz, kreditni odamlar shu narsasi ularni vahimaga solib tashlagan. Lekin bu imorat, bu kelgan vaqtingizda kelasiz, birgina pasport evaziga joyni odingizga o'tib beradi, rasmiylashtirib beradi. Joyni siz odingizga o'tirgandan keyin qo'lingizga hujjat olganingizdan keyin biz sizni ijtimoiy tarmoqqa joylaymiz. Agar yo'q, men ijtimoiy tarmoqqa men chiqarmayman, men video tushunmayman degan insonlarni tushirib turganimiz yo'q. Ya bir yerda biza majburlab turganimiz yo'q. O'zlarining xohishi bilan chiqaramiz. Endi bu quvonchda, sevinchli xabarlarda endi hozir pasport imonani ko'rdingizlar, to'g'rimi? Mabodo bunday ne bo'lmay qolgan taqdirda pastda telefon raqamlari nechanchi teriladi, terganlikda 14. Svязga 14-xona Svязga telefonlarda alo dedi. Alo dedi. Men falan kesadim dedi. Bo'ldi yaxshi dedidan bu oson. Imondayman. Ina knopkani bosadi, knopkani bossa, ganni eshigi sharqatib ochiladi. Bu odam o'zi kelaveradi. Shu darajada imkoniyatlar, cheksiz imkoniyatlar. Bir joy olsangiz ham misol uchun teni go'ndirasiz uni, to'g'rimasmi? Fundament atasiz uni. Fundamentni qatishini kutasiz, joyni solasiz va samollay, haklay, malarga chiqib ustini bosiraman, sheprataman siz. Hali shunday bu joy oz gitmaydi. Siz bu joyni salamondayicha necha so'm pulingiz 30 million so'm, 40 million so'm pulinglanganingizdan keyin Roma kam ma'yana keladidan Bobomurod dedi, menga dedi bir podeshka kerak o'tdi, bir podeshka tavarsang dedi. Menga dedi sen dedi bir 7 million so'm qarz kerak o'tdi dedi. Nechun menda pul borligini biladi bu. Menda pul borligini bilganligi sababli menga kelibdi. Men 7 million Romaga berdimmi? Bo'ldi. Roma kami keyin Falmira borib top bo'lmaydi. Aytadi-ku, do'stingga pul berma, yo pulingni, yo do'stingni yo'qotasan dedi. Shuning uchun siz odamga pul bermay, shu pulingizdan o'zingiz foydalanib qoling. Joy hech qanday zarar etmaydi. Misol uchun to'g'ri, mashina olamiz, endi mashina minamiz-ku. Mashinani bahas tushishi mumkin, mashina foydalanib bo'lmay qolishi mumkin. Bir yil qolgan mashinamizni endigil o'zini puldan sotib olmaymiz sababi mashinaga muobiza qayta jihozimiz shunchalik rivojlanib qo'yamiz. Lekin bu joyga surtgan yeri surtgan puli surtgan yerda qolaveradi. Ertang o'zingiz afsuslanmang qolishingiz uchun biz sizni aynan Shavot City, Shavot tumanimizda, Shavot City domlarida, Barakat uylarida 5-qavatda 2 gana kvartira, 1 gana pasport evaziga sizni qarab turibdi. Oldindan 1 so'm pul to'lov yo'q, oldindan mutlaqo to'lovi yo'q. Kelasiz, pasportni tashiysiz, kilitni olasizdan, malarga atasizdan sho'ra kelib yashaysiz. Shuning uchun bemalol kelaverasizlar. Eshiklarimiz tashqi eshik qo'yilgan va tashqi aynalar qo'yilgan. Endi belgilanib ko'ra Romaga sizga gap qoldirib tur, men gaplab yotmay ishonam. Gaplang. Men gunda gap emas. Gaplashing. Sizga 75 rashad beraman. Bu tualet havo sanuz yil. O'zi Jo'rabek ham buningda, masalan, hozir Yevrosanat narsa bor. Ko'p yil hozir rivojlangan narsa-ku, masalan, bilasiz. Yevrosanat masalasi bo'yicha, masalan, 3 ko'mitdan 3 komit bo'lgan bo'lsa, 2 sanuz yil bo'lishi kerak. 5 komut neçe? 5 komutun bo'lsa 3 sanuz yil bo'lishi kerak. Aslında o. Hozir Yevrosanat bo'yicha shunday deyilgan. Ya'ni biraz bizga masalan 3 komutni 2 sanuz yil qilingan. Ana yanqolarda dushovoy. Именно bir pistolet evaji bo'ladi-ku, men Qozog'istonda ishlaganman-da. Necha sement qo'shilganligini qo'shilgan. Ha, u narsa o'zlaringizda bosizlarmi? Yo'q, uni masalan biz hozir og'irdan boshlab xoriz bor, masalan, palosh qo'ydik. Keyin masalan 14 kun высыхание, среднее высыхание, o'rtacha высыхание, qurilish уже
Kuruş momayını, kaçış momayını geledi, gazın. Atı köredi, teşkil edildi. Şu misal normativ cevap verdiğim olsa keyin ayağını satıp verdi. Her etajı şalqan, mesela plita bastık mı? Plita bastık, mesela plita bastık, plitan gelip göredi. Ki ayağını devam ettirip bilemiz. Ondan bu neresi yok. Ava etap bastık. Ava. Ruxsat aktörünü işleyenizde ben işte Şavat tumanımız arxitektura hakimiyatini, kadastr bölümünü rahbarlarına alohida katta rahmat deb qo'yacakman shu insonlarga. Alohida katta rahmat deyman. Sababi kim ekanligini aytman, biz bir jo'ra qurilish boshladi, choyxona boshladi. Choyxonani bu yoqda hujjatini oldidan bu choyxonani xomkarushdan boshladi. He, mümkün Geldi. Geldidan doğru arxitektura bölümünden, kadastr bölümünden adamlar geldiler, hakimiyatda adamlar gelip turdidan doğru qurilishni to'xtatdilar. Keyin bu oxirida o'zinikini choyxona bo'ladi, yo'q dedilar adam. Bu keyin odam aralashtirib ko'rdi, har xil etib ko'rdi, uni hech qanday iloji bo'lmadi. Bu diyeceğim bizlerin Şavat tumanımızda aynen özüm gözüm bilan görgen Şavat tumanı her bir işimizi egalaridan, har bir idora tashkilotlaridan bizlar minnatdorchiligimizni bildiramiz. İjtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari vakillari deb o'zlarimizni iltimosnomamizni vasilada shu minnatdorchiligimizni izhor qilamiz sizlarga. Zo'r, eng keraklisi. Bu spalniya. Bu spalniya bir. Balkon çıkıyorlardan yürüden. Balkon kaçanda onda? Bilemedim ya. Şunda 1, 2, 1, 2, 3, 4. İmbu zalına karsanız, zalını alsanız iyi zalını. Hey, toyxona ku bu. Hani? Romaga? Ava. Bir yerde gündazanda ya köçeş yürümek gerekmedi. Şurada yürümüş yerden olada gelmedi. Yine ortaklar. Yine caysizler. Zal resmi ulu ha zal. Havada. Hiç kanday ne yok. Yok. Karanlar ging mol. Ejay. Dünya Amaliyatga o'tirgan yerga keldik ku. Ey yomon zurriyat deydi falan. Xudoy yomon havosat bo'lmayapti. Televizyonda var. Televizyon savat bildi ava. Ben de savat televizyondan çıkıp haberladık ya. Ketgan endi qolgan gapni nima deydi, balkon ochganimizda deshonni ko'ramiz. Osmonni kuzatamiz. Banda. Mana kuxniyasi ham keng ekan mana. Bu necha kvadrat ber? Bu 77,5 kvadrat. 77,5 kvadrat. 80 kvadrat desek ham, 80 kvadrat desek ham bo'ladi. O'rtoqlar, ganglar ishonimdan agar dim. Yana bir chiqasalar moda bolachalar o'ynab yotadi. O'shada bolachalar o'ynab turishini qarab o'tiraverasiz. Agar yana chiqib qarab o'tirmoqingiz ham kerakmi, shart emas bunchalik. Kamera bak. Lo'shindaganingizda kamera bor. Kamera har bir fuqaroni o'zini telefona ulanib beradi, telefon orqali bemalol ko'rib, bolangiz nera ekanini, yonda kimlar bilan o'ynab yurganini, qaysi ishlar bilan bir band egalliklarini bemalol ko'raverasiz. Xudo xolsa nasib etsa taklif qilamiz. Joyimiz Shobod City Barakat uylarida, lokatsiyada, xatolashmagan lokatsiyani to'g'ri bilish uchun sizlar o'zingizda shu ekranda bizga telefon raqamlarini qo'yamiz. Shu ekrandagi telefon raqamlari orqali bog'lanasizlar. Shu telefon raqamlari orqali bog'langandan keyin shu lokatsiyasini egallaysiz. Agar lokatsiyani biz og'zaki ravishda aytib o'tadigan bo'lsak, bizlarni Shobod tumanimizda 8-kollej deb aytsak endi hamma odam biladi, 8 kollejni to'g'risida Shobod City domlari Barakat uylari aynan siz uchun shu yerda sotuv bo'limining menejeri Sevaraxon sizlarga batafsil tushuntirib beradi. Kelsangizda kompyuter orqali bu joyning qurilishlari, nelar hammasini chizmasini kompyuter orqali ko'rsatadigan o'zi olgan odamlarni o'zingiz qo'lingizda o'tirib beradi, xolasangiz joy bilan ko'rsatadi. Yana bir yer bizdan o'zimiz Shobod City kanalimizdan aynan bir sovg'alarimiz bor. Bu sovg'ani Xudo xolsa nasib etsa o'zingiz joy to'yi aytsangiz, ko'chgandan keyin sizlar reklama bilan kelvadik desangiz, joy to'y aytganingizda joy to'yda quvonchingizni sherik qilamiz va o'zimizni sovg'alarimizni sizlarga yetkazamiz. Bugun Roma aka ham bizlar bilan bo'ldilar. Roma aka ham bizga yana quvonib ketdi, sababi ishlab yotibdi. Dim haqiqatdan nishonanda hamma odam yangil kuni dam oldi. Lekin bu insonlar to'g'ri emasmi? Yangil kuni ish yerda bo'ladi. Endi bizlar ham bu yerni ponni salonlarni va yurtimiz og'ir. Jalol aka, oyoqlarni ko'rsak manzaraga hozir manzara. Nereye hoşlar ekan? Manzara haqiqatdan ham manzara qarasangiz, Chisen nima dedi? Ya tuylarda Jizzax viloyatida Zamin tumanida borib keldik-da. Zamin ham eng tog'ni balandida bo'ldi. Shu yerda ham ishi manzarada. Bu manzara tabiatni shunday bir go'zalligi
yashil makon ekanligi. Tağlar yönetdi bundan aynan. Ha. Chiroyli bo'ldi. O'zing bu joylarim tog'ga o'xshaydi ekanman. Yo'q, anamda tağlar yönetdi, to'rda. Yo'q, joyni o'zi ham tog'dan bo'lib ketgan, shepirlar, ha. Ahmet biraz güzel dedi. Ben Cılabek'e saysam benim evim 4. cılazdı. Tamam. Çıkama o zaman bile bir de Mesut'dan ibadetten şey çıkıp bir zaman karar turamandan balkondan tağla görüntü turadı. Şimdi saysam o zaman bile turu bir de dışarı çıkıp taze havadan esasında başladan. Hem Belent zamandan ki çağ ne o bir çöp omuydu. Taze hava. Nechinchi endi aynan 4-chi etajdaligisiz. Ya sizdan birga pasport olganmisiz? Yok. Ben öz sen Belent ama. Sebebi var. Şamalanıp durdu. Shamolanib turadi. Ben bir işte 6. kadından prosem şu ben bağlantıda aynen 3 gün 4 tekane eken da. Aytdım bir etaj bulsam Xudo yakın bo'lar deb. Xudo. To'g'ri. Shuning uchun 5 tane 4 tane ama. Hem shu 5-chi etaj, 4-chi etajdan man yaqinda yerimada. Bir gap aynanga takror o'tilmaydi. Orqadan bir maykada ish kiyimda o'tiralaring bor, ha bir gunnatang bor, bir bog'alaring bir erkalab o'tirlaring bor, bir gap aynangdan ongdolmaydi, bir gap aynadan balangam aynada qochib ketavermaydi. Yarim oshanda gap aynadan kirib yotolmaydi. Endi biz qish kelganda bo'lgandan keyin o'zimiz ham So'g'azza. dilni so'raman. Esa, sog'lik omonlik sizlar bilan keyingi videoda, keyingi loyihamizda yana diydor ko'rishguncha o'zingizni va oilangizni o'zingiz asrang. Shava City domlarida barakat uylarida aynan shu ikkigina kvartira 5-qavatda Xaltinlarkanda 5-etajda ikkigina kvartirasi tikib xalasangiz 56 kvadratni oling, xalasangiz 76 kvadratni oling. Bu o'zingizga xohishingizga bog'liq bo'ladi. Nima deydi? Sotgan odam pulidan, olgan odam joyidan xayr ko'rsin. Topganingiz modam yaxshi yillar bersin. Alloh taolo xastalarni, bemorlarning dardidan shifo bersin. Musofir yurtlarda yurgan insonlarimiz Alloh taolo safaringizni bexatar qilsin. Sog' ketdingizlar, do'lib toshib kelgaysizlar. Sizlar boy bo'lgaysizlar, Xudoyim. Sizlar boy bo'lsangizlar, bizlarga foydasi ko'p. Sababi sizlar boy bo'lgandan keyin sizlar joy olasizlar. To'y berasizlar, meni chaqirasizlar. To'yingizda promifir berasizlar, Jo'rabek akamni chaqirasizlar. Ish qilib hammamiz ishligini sizlar ish bilan ta'minlaysizlar. Xayr, salomat bo'linglar.